Mana shu misli katyolni biz 4 yil oldin chiqarganmiz. Hozir mana shuni endi eksperiment qilib ichini ko'rsataman sizlarga. Mana medniy truba tiqilgan mana shu yerga. Polniy med truba tiqilgan. Daji ekonom qilish uchun issiqlik yonidan ketib qolmasin deb to'silgan issiqlik mana shu o'rtadan chiqadigan qilib qilingan. Hozir endi mana shu katyolni bizib chochib ko'rsatib beraman men sizlarga. Med trubani tegi nakibga to'lib qoladi deyotgan odamlar uchun ko'rsataman, lekin bu katyol ishlab turgan narsa. Missi ichi to'lganmi degan savolga ko'rib turganingizdek, missi ichi to'lmagan mana. Ammo endi svarka urilgan joyi hozir ichini ochib ko'rsataman sizlarga. Mana katyolning ichini ochamiz. Ko'rayotganingizdek, umuman mana nakib pakib to'lmagan. Mana shu 4 yil ishlagan katyol. Mana shu mis trubani любой o'rtasidan keskin, bittasini olib bolgarka qani. Mana bundoqroqdan kesur, ana qilgan joydan davay. Kesur. Ha. Obvious. Ko'ryapsizlarmi mana? Mis turbaning ichi top-toza. Mana misligi ham bilinib turibdi. Umuman buni ichiga nakib-pakib to'lmaydi. Zakonni ishlaydi. Bu katyolni ishlash ham o'sha punktualni ishlangan bu katyol. Ko'rib turganingizdek, tek qismiga o'sha mis turbadan terilgan, bu yerdan issiqlik chiqadi. Ikkiga mana bu yerda prokollar bor. 76 turbaning ichida prokollar bor. Ikkiga o'rtasida zaglushka qilingan. Ichidan chiqib o'tgan issiqlik mana bu bunkerga yig'ilinadi, bunkerga yig'ilib keyin chiqib ketiladi. O'rtasida zaglushkali 120 talik turba turibdi. Bu yog'ida 76 turbalardan tashkil topgan. 100% missi ichi top-toza, lekin gaz rasxotiga keladigan bo'lsa, boshidagi shu 3 soatda yutiladi, lekin bu yog'iga deyarli bir xil rasxot qilinadi. Men buni ispitaniya qilmasdan turib, sizlarga xalqqa olib chiqmayman, chunki har bitta videoni o'zi javob beradigan joyi bo'ladi. Mana shu katyol, mana ko'rib turganingizdek, ancha cho'tki ishlangan. Ko'rib turganingizdek, mana bu usti edi. Oldi, ichida gram nakib degan narsa yo'q mana. Top-toza. Keyin turbalarning ichi ham top-toza, bunkerlari ham top-toza. Agar misli katyol deysizlarmi, temirli katyol deysizlarmi, любойdan to'plidom sinalgan, ishonchli eng zo'rini bizdan xarid qilasizlar. Daji missi temirga svarka qilib bo'lmaydi deydigan okalar, eshitinglar. Mana shu temirga svarka qilingan mashina turi bor-ku, 4 yildan beri ishlab, zakonni turgan narsani men sizlarga eksperiment sifatida ochib tekshiryapman. Chunki men o'zim uyimda turgan katyolni o'rniga boshqa yangi katyol ishlab chiqardim, o'shani sinovdan o'tkazyapman hozir. Mana shu turishi. Lekin gap yo'q, zakonni ishlab berdi.